shuning ham uddasidan chiqa olmadim dedi. Shunda savdogar: ey qizim, agar men sizga butun umr nafaqa berib tursam, farzandlaringizga g'amxo'rlik qilishga yetarli mablag' berib tursam, menga nima va'da bera olasiz? Juvon: istagan narsangizni so'rang dedi. Savdogar: men sizdan bitta narsa so'rayman. Bir umr tanangizni haromga sotmaysiz. Men sizni va farzandlaringizni kafillikka olaman. Juvon: men roziman dedi. Savdogar esa: bu ishni qaytib qilmasligingizga kafilingiz bormi deb so'radi. Juvon: Alloh taolo kafilim bo'lsa shunga rozimisiz dedi. Men butun umr bu ishni qilmaslikka, va'damni bajarishga Allohni guvoh qilaman. Mana bu qiyin holatda turganimda sizni yuborgan Allohga hamd aytaman. Savdogar: kelishdik dedi. Menga manzilingizni tushuntiring. O'zingiz uyingizga, farzandlaringiz oldiga boring. Men keyinroq uyingizga boraman. Savdogar darhol uyiga qaytdi. Xonasiga kirib bir varaqqa vasiyatini yozib, uni seyfga qo'ydi. Vasiyatda shunday yozilgan edi: aziz farzandlarim, sizlarga butun umr mendan keyin varaq ostidagi manzilga har oy 5 kishiga yetarli mablag' yuborib turishingizni vasiyat qilaman. So'ngra bir qancha pul va turli jihozlarni katta mashinaga ortib, juvonning uyi tomon yo'l oldi. Uy egasiga to'lanmay qolgan ijara pullarini to'ladi. Keyingi 3 yillikni ham qo'shib to'ladi. Yana ayolning barcha qarzlarini ham to'ladi. O'sha kuni savdogar juvonning uyidan qalbi farahga to'lib qaytdi. U o'limi oldidan qilgan xayrli ishidan shod edi. Shifokor aytgan vaqt ham keldi, ammo savdogar o'lmadi. Birinchi oylikni olib juvonning uyiga bordi. Oylikni berib darhol uyiga qaytdi. Kunlar, oylar o'tdi, ammo u o'lmadi. U oyma-oy mablag'ni o'zi juvonnikiga olib borib turdi. Yillar o'tdi, ammo u o'lmadi. Vasiyat 20 yildan ortiq vaqt seyfda qolib ketdi. Savdogarimiz bir kuni tongda bomdodni o'qidi. Xushu bilan Allohga sajda qildi. Qalbida dunyoni sig'dira oladigan ishonch, nur